Sizlarning uydagilarmi bir haftaning 5 kunda udan lag'man yemasa, lag'manning g'alvisini qilib beshinglarni og'ritib ketamdi do'stlar. Bizning uydagilar naq mushunda ajoyib lag'manchi. Mushunda qo'rimalarni har xil qo'rib 5 kun emas, uda 7 kun lag'man yetib bersamu, lag'mandan zerik to'q demay yeb ketadi. Bugun men sizlarga bizning uyda eng ko'p qo'riladigan dojur go'sht lag'manning qo'rimasini qo'rishni yutib qo'y. Qaynamsamimiz birlikda ginaylik. Ketarlik materiallarni tayyorlab olgandan keyin qo'y go'shti yoki kal go'shtini yeb biz shilib to'g'rab olamiz. Go'shtning qo'rg'anda tamlik pishish uchun azroq kavavichin, jangyo sumay berib yaxshi aralashtirib tamlantirib olamiz. Ondan keyin dojurni mushunday qiypash shaklda nip biz shilib to'g'rab olamiz. Mushunday yiplar haqiqatan ko'proq yumishtirib olgandan keyin buni dojurga moslashtirib uzun-uzun to'g'rab tayyorlab olamiz. So'ng piyoz, samsaq, zanjibillarni muvofiq tayyorlab ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Arqadan qozonda azroq suv qaynatib, tuz, moy berib atgandan keyin dojurni qaynoq suvga 2-3 minut atrofida bir besib suzib ilib olamiz. Arqadan qozonga muvofiq moy qo'yib, moy qizigandan keyin go'shtni silib, go'sht qizargacha yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin samsaq, zanjibil, so'ng piyozlar, pizlarni birli vaqt solamiz. Arqadan qo'rimizning rangining, ta'mining texim yaxshi chiqish uchun cho'ng ustamning qizilmich qiyamida cho'ng bir qo'shiq selitib, azroq jangyo berib yaxshi aralashtirib qizilmay chiqich qo'raymiz. Undan keyin liq bir piyola atrofida suv quyib, tuvan o'tda 5-6 minut qaynatib, lapizni pishirib olamiz. Undan keyin dojurni silib 2 minut atrofida qo'rib atgandan keyin oxirida chanib olgan samsaq, azroq tuz berib ta'min tangshab, suyining sal shirinlik chiqish uchun azroq kraxmal suvi berib atgandan keyin yana 1 minutlar atrofida qo'rib etib, qo'rimni cho'pning ustiga asaqlam tayyor bo'ldi. Dojur bilan go'shtni mananda qo'rib lag'man bilan lamamas, mifam bilan yesanglarmi ajoyib yeyishlik bo'ldi. Sizlarni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, oilada cho'qim etib bir sinab yiqinglar, xayr xo'sh.